Bu savolga qaraymiz qaraymiz. Mana bizga shu misol berilibdi. Yechimini so'rayapti degan demak. Buni hozir bitta yo'lda ishlagan hayron qolib ketasizda. Qattiq yo'q bu yechim menimcha. Tak qaraymiz. Demak, mana shunaqa bizga yuqori darajali tenglamalar sistemasi berilibdi. Demak, biz buni yechimlar yig'indisini topishimiz kerak ekan. Tepada tenglama yozib olaylik. Quyidagicha ko'rinishda faqat y kvadrat x kvadrat minus 16x plus 4y kvadrat. Kvadrat tenglamani x ga nisbatan yechaylik. Ya'ni ax kvadrat bx plus c degan to'liq kvadrat tenglama ko'rinishi ana unida demak y kvadrat kelyapti. B o'rnida bizda minus 16 kelyapti. C o'rnida 4y kvadrat kelyapti. Diskriminant topsak b kvadrat ya'ni 256 minus 4ac minus 4ac bo'lsa 16 y4 bo'ladi ya'ni. Bundan 16 ni chiqarsak 16 minus y4 bo'ladi. Xo'p, x topaylik, x 1 2 minus b bilasizlar. Minus b ya'ni b o'rniga minus 16 qo'ysak 16 plus minus ildiz ostida bir narsa 16 dan 4 chiqadi. Ildiz ostida 16 minus y4 qolib ketadi. Taqsim 2 2 a o'rnida y kvadrat bizda. Endi bu ildiz ya'ni yechimga ega bo'lish uchun 16 minus y4 ya'ni ildiz ichi musbat bo'lishi kerak, noldan katta yoki teng bo'lishi kerak. Endi ikkinchisini yechamiz hali. Buni ham x ga nisbatan ya'ni x kvadrat minus 4x plus 12 minus y kub teng 0 ga. Ana o'rni nima kelyapti bizda? 1 b o'rnida minus 4 c o'rnida 12 minus y kub kelyapti. Diskriminant topsak, xullas b kvadrat minus 4ac ya'ni 16 minus 4 kere 1 4 4 bunga ko'paytirsak minus 48 minus 4 minus y kub ko'paytirsak plus 4y kub yoki diskriminanting 4 chiqarsak y kub minus 8 qolsa kerak menimcha. Ya'ni bu minus 32 4 chiqarib oldik. Endi bunda x1 x2 ni topaylik, chunki x ga nisbatan ishlayapmiz kvadrat tenglama qilib. Minus b ya'ni 4 plus minus ildiz ostida ya'ni diskriminantdan 4 chiqib ketsa ildizdan 2 chiqadi. Ildiz ostida y kub minus 8. Pastda 2 2 ni 1 ko'paytirsa 2. Bu yechimga ega bo'lish uchun y kub minus 8 0 dan katta yoki teng y kub 8 dan katta yoki teng kub ildizga solsak ya'ni y katta yoki teng 2 dan bo'ladi. Endi xo'p, y 2 dan katta yoki teng bo'lsa buni yechsak qaranglar. 16 minus y ajraladi. 4 minus y kvadrat 4 plus y kvadrat. Bu musbat son. Ikkala taraf shunga bo'lib olsa, ya'ni buni tashlab olsak bo'laveradi. Bu qoldi. Bu ham ajraladi 2 minus y 2 plus y ga. Katta yoki teng 0. 0 dan qo'yamiz. Oralari usuli minus 2 hamda 2. 3 bersak manfiy bu yerda musbat. Bu yerda manfiy bizga musbat kerak. Y 2 dan katta yoki teng. 2 dan katta yoki teng. 2 marta kesishgan joyi yo'q bunda. Bitta ustma tushib qoladigan joy bor, faqatgina y teng 2 degan. Ya'ni faqat y ga 2 bera olganmiz. Chunki bu yerga y dan katta son bersa, 2 dan katta son bersak, bu manfiy bo'lib qoladi ayirma.
Masalan, 2 4-ni bera olsak, 2 bera olamiz faqat. 16 bu. Diskriminant 0 bo'ladi. 2 1 bersak ham даже 2 1 4-ni 16 dan oshib ketadi, ayrim manfiy bo'lib qoladi. Har taraflama to'g'ri. Shu 2 dan katta son beramiz, bunga garchi 2 dan katta son bera olsak ham bunga bera olmaymiz. 2 dan kichikini umuman bera olmaymiz. Bu manfiy bo'lib qoladi. Demak, y yechim 2 ekan. Y 2 berib yuborsak bu 0, bu ham 0 bo'lib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, y 2 bo'lganda x'imiz y o'rniga 2 qo'ysak, bu yer 2 ning kvadrati 4 kere 2 8, 16 ni 2 ga yo'q. Y o'rniga 2 qo'ysak, 2 ning kvadrati 4, 4 kere 2 8, 16 ni 8 ga bo'lsak, x bunda ham 2 chiqadi. Bu 0 bo'lib ketdi, 4 ga 2 bo'lsak, bu ham 2 chiqadi. Ya'ni x 2 ga teng. Bo'ldi, yechildi tenglama. Yechimi demak 2 u 2. X 2 y 2. Diskriminantga bog'langan kvadrat tenglama ekanda bu. Ya'ni yuqori darajali tenglamalar sistemasi ekan. Bitta yechim bor ekan, 2 u 2 x 2 y 2. Yig'indisini so'rayapti, demak yig'indisi 4 degan javob chiqadi, 2 ga 2 ni qo'shsak. Mana shu 4 degan javob bizda B javobda turibdi. Juda ham oson savol ekan.